yarim aylana shaklidagi mehmonxonalar interyerlari, ko'rinishlari вообще dahshat chiqadi proyekt qilganda. Hozir shunaqa kvartirada turibmiz. Yarim aylana shaklidagi mehmonxona. Va mana shunday mehmonxonamiz. Oldi yarim aylana polkruг. Bu yerda shunday stol-stullarda aylana shaklida qo'ysa agar, вообще dahshat bo'ladi interyerlari. Kimga interyer xizmatlari kerak bo'lsa agar, albatta pastdagi raqamlarga murojaat qilamiz. Interyerni ham qilib beramiz. Bugungi kvartiramiz birinchi qavat 180 kvadrat. Kvadratiga 6,5 milliondan so'rayaptilar. Kimga qiziq bo'lsa agar, pastdagi raqamlarga murojaat qilamiz. Men esa obzorni kirish qismidan boshlayman. Bu kvartiramizning kirish qismi, kirish eshigi va mana shunday prixoja. Xolchasi bor. Prixojadan mana bunday mehmonxonaga o'tiladi. Kattagina mehmonxona ko'rishlaringiz mumkin, juda ham katta ekan. G'o'y xonalari yo'q, birinchi qavat, shiftlari baland. Va o'ng qo'lda mehmonxona bo'lsa, chap qo'lda mana shunday uyga kiriladigan va umumiy sanuzel. Svetlari yo'q ekan, shuning uchun xonardan foydalanyapman. Keyingi xona bu mehmonxona bo'lyapti, katta hol. Mehmonxona sifatida foydalansa bo'ladi, o'zlaringiz o'tirib shu yerda yig'iladigan joy sifatida foydalansa ham bo'ladi. 5 xona bo'lyapti bugungi kvartiramiz va o'ng qo'lda kattalar yotoqxonasi. Mana shunday kattalar yotoqxonasi o'zining yuvinish xonasi bilan. Keyingi xona bu bolalar yotoqxonasi. Ikkita bolalar yotoqxonasi mavjud. G'o'y xonalari yo'q. Barcha xonalarda derazalar bor. Derazalar akfa alyumindan. Keyingi xonamiz bu bolalar yotoqxonasi bo'lyapti yana. Mana shunday ko'rinishda. Aytganimdek, g'o'y xonalari yo'q. Aziz do'stlar, bugungi kvartiramiz juda ham katta, juda ham keng, fayzli ekan. 180 kvadrat, birinchi qavat, yangi qishlik uylardan manzil damdagi Fatima Qosimova tomonidan. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi raqamlarga murojaat qilamiz. Aytgancha kvadratiga 6,5 milliondan so'rashyapti va kelishiladigan joyi ham bor. Bemalol kelib savdo qilsangiz bo'ladi. Kvartiramiz korobka sifatida topshiriladi. Hammaga rahmat, hammaga chiroyli va fayzli uylar nasib qilsin.